Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan QR-kod yasashni o'rganamiz. Buning uchun Google ga yoki Chrome'ga kirib olamiz. Bu yerga mana bundoq IO deb qidiramiz va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Endi mana bu yerda sizlarda ro'yxatdan o'tish chiqadi. Men ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun chiqarmadi. Endi bizlarga qanday QR-kod yasashni aytyapti. Bu yerda havolali yoki matn yoki elektron pochta, o'zingiz qaysini xohlasangiz o'shanga qarab kiritasiz. Men hozir havola QR-kodini yaratmoqchiman. Shuning uchun bu yerga manzilimizni qo'yamiz yoki YouTube nomingizni yoki Instagram yoki Telegram nomingizni qo'yasiz. Va bu yerda shakllar bor. Har xil shakllar. Bu yerda esa yana shakl. Bu yerda logotip bor. Bu logotip nima desangiz, bu o'rtasida chiqadi mana shunday. Men buni xohlamadim. Men o'zimga rasm joylayman. Mana Beuni rasmini mana joyladim. Bu har xil ramkalar bor. O'zingizga qarab qo'yaverasiz. Va mana shunday QR-kodni yuklab olib chiqadi. QR-kodni yuklab olishni bosasiz. Bir de PNG yoki katta PNG deydi. O'zingizga qanday yoqsa, endi mana bu yerda sizning nechta QR-kod yasaganingizni chiqaradi. Bu yerda men bir nechta QR-kod yasaganman. Bu nima desangiz, 0 ta skanerlash. Bu kim necha marta shu QR-kodni kim skanerlagan, necha marta shuni ko'rsatadi. Mana shunga kirsangiz, mana jami skanerlar 0 ta. Nima uchun desangiz, men hozir QR-kod yaratganim uchun hech kim ko'rgani yo'q. Bu yerda QR-kodni skanerlash oxirgi 30 kun. Bu 30 kunning ichida kim necha marta skanerlaganini ko'rsatadi. Bu yerda esa operatsion tizim. U operatsion tizimdan necha foizini skanerladi yoki Android telefon yoki o'shanga qaraydi-da. Bu shahar, bu mamlakat, qaysi mamlakatdan ko'p kuzatishadi, ko'rsatish QR-kodni shu yerda chiqadi. Bu video do'stlar o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha siz ham yasab ko'ring.